Assalomu alaykum. Tizimda onlayn imtihonlar o'tkazish tartibini ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana o'qituvchi paneliga kirdik. O'qituvchi panelida bizga kerak bo'ladi topshiriq va imtihonlar bo'limi. Bu yerda onlayn imtihon bo'limi bor. Onlayn imtihonlar qanaqa tartibda o'tkaziladi? Onlayn imtihonlar test bo'ladi, ya'ni M-ta'lim mobil ilovasida talabalar to'g'ridan-to'g'ri testlarni bajaradi. Bu yerda bajarilgan testlar natijasi darrov bu yerda ko'rib olishingiz mumkin. Bular nazoratlar uchun, oraliq joriy nazoratlar uchun va istalgan turdagi imtihonlar uchun qo'llanilishi mumkin. Buni hozir bitta onlayn imtihon misolida ko'rib chiqamiz. Onlayn imtihon uchun bizga savollar bazasi kerak bo'ladi. Savollar bazasini oldin yaratib olamiz. Savollar bazasi mana bu yerda bo'ladi. Ya'ni biza kiritgan barcha savollar mana bu bo'limda joylashgan bo'ladi. Savollarni oson sortirovka qilish uchun ularni kategoriyalarga bo'lish nazarda tutilgan, toifalarga. Bularni oldin toifalar, savollar toifasi bo'limida biza ularni qaysi bo'limlarga mansubligini oldindan yaratib olamiz. Ya'ni bizada toifalarni, savollarning toifalarini fanlar va mavzular ko'rinishida toifalangan. Ya'ni bitta fan yaratiladi, uning ichida mavzular bo'ladi. Keyin unga savollar qo'shiladi o'sha mavzu bo'yicha. Mavzular faqat o'sha mavzular bo'lmasligi mumkin. Bu ma'lum bir nomdagi kategoriya aslida. Buni o'rnida nazorat savollari va hokazo nomlanishi mumkin. Keyin birinchi o'sha misol sifatida ko'rib chiqamiz. Bironta fan yaratamiz. Bo'lsin, bu tarix bo'lsin. Tarix degan fanni yaratamiz. Mana yaratdik. Tarix fani yaratildi. Uni ichki mavzulari bor. Endi ichki mavzulari mana tarixni tanlab turib, bu yerga mana deylik O'zbekiston tarixi degan mavzu yaratdik. Ya'ni bu buni o'rnida istalgan narsa bo'lishi mumkin. Ketdi. Mana bizada hozir fan yaratildi, mavzu yaratildi. Ya'ni misol sifatida yana boshqa fanni yaratamiz. Matematika bo'lsin. Matematika degan fanni yaratdik. Buni ichida endi matematikaning ichida nima bo'ladi? Buni ichida mavzusi. Deylik, masalan, men sonlar degan mavzuni yarataman. Sonlar bo'yicha savollar mana shunga qo'shiladigan bo'ladi. Endi mana fan yaratdik, mavzu yaratdik. Endi savollarga o'tamiz. Savol qo'shish jarayonini boshlaymiz. Buning uchun mana bizda hozir savol yo'q, savol kiritilmagan. Keling, osonroq bo'lish uchun yoyib olaman. Savol qo'shishni bosamiz. Savol qo'shish. Birinchi tilni tanlaymiz, o'sha savolni tilini. Keyin hozirgi yaratgan fanlarimizdan tanlab olamiz. Birinchi mana bo'lsin, bizda tarix bo'lsin va mavzu O'zbekiston tarixi. Savolni matnini bu yoqqa yoziladi. Savolni yozishni boshlayman. Mana savolning birinchisi mana O'zbekistondagi eng uzun daryo qaysi? Xo'p. Javob variantlarini bu yoqqa qo'shiladi. Javob variantlari chegaralanmagan. Ya'ni nechta javob varianti bo'lsa, o'shancha variant yaratish mumkin yoki o'chirib tashlash mumkin yoki yana qo'shish mumkin. Xo'p, ikkita ham bo'lishi mumkin, 10 ta ham bo'lishi mumkin. Mana javob variantlarini kiritishga boshlayman. Mana bo'lsin. Sirdaryo bo'lsin. Zarafshon. Chirchiq. Variant mana Amudaryo bo'lsin. Xo'p. Endi savol qo'shildi, javob variantlari qo'shildi va bularning ichidan tanlaymiz qaysi javob to'g'riligi. Javob to'g'ri bo'ladi, mana Amudaryo.
Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana boshqalarda baho degani foiz hisobida turgan narsa, bu bahoni qanchaligini bildiradi. Ya'ni mana shu savolga Amudaryo degan javobni bergan odam, student, agar o'sha bitta savol uchun 10 ball belgilangan bo'lsa, 100% bo'lsa, bu to'g'ri javob 100% bo'ladi. 10 ball oladi. Endi shunaqa imkoniyat qilinganki, agar deylik, savol shunaqa bo'lsaki, savolda boshqa javob variantlarini belgilanganlari ham xato emas, ya'ni qisman to'g'ri bo'lishi mumkin. Mana misol uchun eng katta daryolardan Amudaryo va Sirdaryo ekan. Mana deylik, misol Sirdaryoni belgilaganga ham men deylik 30% nima bermoqchiman. 10 ball bo'lsa, Amudaryo to'g'ri javobni belgilangani. Agar 10 ball bo'lsa, Amudaryo belgilanganiga Sirdaryoni belgilagan ham u ham uzun daryo, unga ham baho berish mumkin. Unga 30%, ya'ni 10 balldan 3 ball beramiz degan holatlar uchun mana shunaqa tizim yo'lga qo'yilgan. Javob variantni, to'g'ri javobni belgiladik. Endi agar bu savolni rasmi bo'ladigan bo'lsa, bunga rasm tanladik. Va keyingi bo'limi bu qiyinlik darajasi. Bu oson savolmi, o'rtachami, qiyinmi? Agar buni bo'limlarga bo'lib qo'ymoqchi bo'lsangiz, oson savollar, qiyin savollar sifatida mana shundan belgilangan bo'lishi mumkin yoki tanlanmagan bo'lishi mumkin. Bu yerda izoh. Nima uchun aynan mana shu savolning javobi to'g'riligiga izoh yozamiz va agar talaba uni ko'rmoqchi bo'lsa, javoblar tayyorgarlik testlarida uni javoblarini ko'rib, unga izohni o'qib olish mumkin. Nimaga endi aynan shu to'g'riligi. Mana bu yoqqa hozircha izoh yozish joyiga bir narsa yozib qo'yamiz. Mana shu. Xullas, mana savolni to'ldirdik. Endi yuborishni bosamiz va bizda savol qo'shilgan bo'lishi kerak. Mana bizda savol qo'shildi. Endi misol tariqasida yana bir necha savol qo'shib ko'rsataman. Ikkinchi savolni qo'shamiz. Mana tanlaymiz yana. Mana ikkita savolni qo'shib oldik. Endi savolni bitta-bittalab mana bunaqa kiritish juda ko'p vaqt olishi mumkin. O'shaning uchun ko'plab savollaringiz bo'lsa, uni bittada qo'shib qo'yish imkoniyati bor. Buning uchun mana ko'plab savol qo'shish bo'limiga o'tamiz. Bu yerda biza faylni tanlab, CSV fayl bo'lishi kerak, tanlab, qaysi bo'limlarligini tanlab, o'shani kiritib qo'yishimiz mumkin. Endi faylni qanaqa tayyorlash kerakligini mana namuna faylda ko'rib o'tish mumkin. Mana namuna faylni ochib ko'rsataman. Namuna faylda nimalar turibdi? Mana bizda savol birinchi nima? Uni rasmi, variant A, variant B, variant A, mana variant A ni necha foizligi, yani hozir turgan savollarni o'chirib olaman. Variant A ni necha foiz ball beriladi bu variant A ga protsent hisobida. Variant B ni yoziladi bu yoqqa, unga qancha beriladi. Variant C ga javobi bo'ladi va unga qancha ball beriladi. Variant D, keyin qaysi javob to'g'ri va qiyinlik darajasi va izoh. Bularni biza qulaylik uchun mana bunaqa kopiya qilib olamizda, biza hozir nimaga o'tamiz? Google Sheetga o'tamiz. Google Spreadsheet nimaga kirsak, saytiga. Bu yerda ishlash ancha qulay. Va
xatolik bo'lish ehtimoli past. Excel'da ham ishlash mumkin, farqi yo'q. Qulaylik uchun mana shu Google Sheet'da ishlash tavsiya qilinadi. Mana kiritdik. Endi shu yoqqa biz savollarimizni joylashtirib chiqamiz. Yoki sizda bo'lsa, tayyori Wordda bo'lsa, bu yoqqa kopiya qilib olamiz birinchi. Men bularni hozir birma-bir kopiya qilib chiqaman. Mana 3 ta savolni kiritib oldim. Misol tariqasida yetadi, misol sifatida ko'rsatishga. Xo'p, 3 ta savolni mana qiyinlik darajasini qo'ymadim, izoh yozmadim, protsentlarni belgilamadim, chunki mana to'g'ri javobni ko'rsatdim. Uni keyin загрузка bo'lgandan keyin adminga ham qilish mumkin. Endi bu faylni men skachat qilib CSV formatda skachat qilishim kerak. Boshqacha formatlarni qabul qilmaydi. Mana shu formatda bo'lishi kerak. Mana skachat qilib oldim. Endi bu yoqqa o'taman. O'sha faylni tanlayman. Va yuborishni bosaman. Mana fanni tanladik, mavzuni tanladik. Yuborishni bosaman. Mana ma'lumotlar muvaffaqiyatli saqlandi. Endi buni загрузка bo'ldimi yo'qmi? Savollar bo'limiga o'tib tekshiramiz. Mana biza kiritgan savollar turibdi. Oxirgi 3 tasi mana bittada qo'shilgan. Xo'p. Savollarni yaratib oldik. Savollar bazasi bor bizda. Endi bular savollarni ko'rish mumkin. Mana qaysi bo'limga tegishliligini. Mana matematikada bizda savol yo'q, tarixda savol bor. Tarixda mana O'zbekiston tarixida. Endi savollar agar noto'g'ri kategoriyaga, noto'g'ri fanga yoki mavzuga ko'chirilib qolgan bo'lsa, uni ko'chirish mumkin boshqasiga. Buning uchun men savollarni ko'chirish joyiga kiramiz. Savollarni ko'chirish joyiga kiramiz va mana bu yerda bizda kiritgan bizda bor savollar turibdi. Endi agar bizda ko'p savollar bo'lsa, mana bunaqa ajratib olishimiz mumkin. Mana sonlarni qo'ysak, bizda sonlardan savol yo'q, O'zbekiston tarixidan savollar bor. Endi buni misol sifatida ko'rsataman, deylik, matematika sonlarga o'tkazmoqchiman. Mana bitta tanlayman savolni, mana shu ikkitasini tanladim va ular mana bu yoqqa o'tadi. Mana bu yoqqa. Matematika va sonlarga o'tadi, yuborishni bosaman. Mana endi ko'rsak bo'ladi. O'zbekiston tarixida bizda 3 ta savol qoldi va sonlarda 2 ta boyaga ko'chirilgani bor. Endi bu ikkitasini qaytarib joyiga qo'yaman. Tarix, O'zbekiston tarixi. Shu ikkalasini qo'ydik. Endi joyiga qaytdi. Mana sonlarga kirsak, yo'q, O'zbekiston tarixida mana hamma savollar turibdi. Ya'ni yangi mavzu qilib uni ko'chirish mumkin xohlagan bo'limga. Savollar bo'limiga qaytdik. Savollar bo'yicha hamma anaqalarni ko'rsatib o'tdim. Savol qo'shishni va ko'chirish u toifalarga joylashtirishdan. Xo'p. Endi onlayn imtihon yaratish joyiga keldik. Onlayn imtihon mana bizda eski yaratilganlari biza hozir misol sifatida yangi yaratib ko'ramiz. Mana bu onlayn imtihon yaratishni bosamiz va tanlaymiz o'zbek gruppa, fakultet, gruppa, fizika fani bo'yicha. Endi mana bu kim uchun degan joyi. Bu savol o'sha gruppani hammasiga bo'lishi mumkin yoki maxsus ba'zi bir talabalarga bo'lishi mumkin. Buning uchun mana bu maxsusni bossak, talabalarning ro'yxati chiqadi. O'sha joydan biza mana shu imtihon kim uchunligini tanlab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bunda bitta tanlab turib
tasdiqlasak, bu imtihon faqat o'sha tanlangan bitta talaba uchun bo'ladi yoki buni hammaga deb o'zgartirib qo'yish mumkin. Imtihonni mavzusini yozamiz. Deylik, onlayn oraliq nazorat bo'lsa, kalitiga bironta son qo'yish mumkin yoki qo'ymaslik mumkin. Bu siz agar faqat o'sha tanlangan odamlar bajarsin faqat deb yaratgan bo'lsangiz, o'sha paytda kerak bo'ladi. Siz buni talabalarga yetkazasiz, mana shu imtihon kalitini, va mana shu kalitni kiritgandan keyingina imtihon ochiladigan bo'ladi. Misol sifatida ko'rsataman, bu turaversin, buni qo'ymaslik ham mumkin. Imtihon davomiylik bo'lsin, 10 minut bo'lsin. Boshlanadi qachon? Bugun 12 da boshlandi va 12:30 larda tugash vaqti bo'lsin. Endi hozir mana 12 da boshlanib 12:30 da tugaydigan qilsa ham bo'ladi buni, lekin buni farqi yo'q. Masalan, bir kun ichida ham ular topshirishi mumkin qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bir kun davomida qachon vaqti bo'lsa kirib topshiradi. Va mana hamma joyini tanladik. Endi yuborishni bossak, mana bizni imtihonimiz yaratildi. Onlayn imtihon, oraliq nazorat. Endi bunga aytyapti, hali savol qo'shilmagan deyapti. Savol qo'shish uchun mana bu joyda savol qo'shish joyiga kiramiz. Xo'p. Endi bu joyni tushuntirsam, imtihonga savol qo'shish tartibi qanaqa bo'ladi? Mana bizda baza bor, savollar bazasi bor. Va bularni 3 xil tartibda qo'shish mumkin imtihonga. Birinchisi, tanlangan savollar o'zimiz tanlab qo'shadigan. Ikkinchisi, tizim tanlab beradigan. Uchinchisi, tasodifiy savollar. Bularni bir-biridan nima farqi bor? Mana bu rasmda bu narsani illyustrativ qilib ko'rsatilgan. Xo'p, birinchi holatda bizda 100 ta savol bor. 100 ta savol bazani ichidan biza qo'lda o'zimiz birma-bir tanlab olishimiz mumkin savollarni bu yoqdan. Va deylik, masalan, 10 ta savolni tanlab olamiz va imtihonga qo'shamiz. Bu imtihon yaratildi. Imtihonga mana shu tanlangan 10 ta savolga javobni hamma studentlar beradi. Ya'ni o'sha savollar hammaga bir xil, hamma yechadi buni. Bu birinchi turdagi, birinchi holat. Ikkinchi holatda bu auto-select, ya'ni buni bizaga sistema o'zi tanlab beradi. Masalan, sizda 100 ta savol bor. Uning ichidan 10 tasini tanlab olmoqchisiz. Avtomatik o'zi tanlasin demoqchisiz. Ya'ni bitta qo'lda tanlab o'tirmayman. O'shaning ichidan tasodifiy 10 ta savolni tanlasin-da bersin demoqchisiz. O'sha ikkinchi holatni tanlaysiz, savollarning sonini ko'rsatasiz. Buni o'sha tizimni o'zi tanlab hammaga beradi. Bunda ham o'sha tanlangan 10 ta savol hammaga tushadi. Bir xil bo'lib tushadi hammaga, bir xil bo'lib tushadi. Uchinchi holatda tasodifiy savollar bo'ladi. Mana bizda 100 ta savol bor. Uning ichidan tizim o'zi 10 tadan qilib tanlab oladi. 10 tadan tanlab oladida har bitta studentga har xil qilib beradi. Ya'ni birovniki birovga o'xshamaydi. Faqat mana shu 100 taning ichidan bo'ladi, lekin tanlangan 10 ta birinchisi ikkinchisidan farq qiladi. Hammasiga har xil savollar tushadi. Bu ko'chirishni oldini olishi mumkin va baholashda qanchalik bilim sifatini baholash mumkin. Agar bir xil savollar hammaga tushgan bo'lganda, hammada shunga yaqinroq javoblar bo'lishi mumkin. Har xil qilib berganda bo'lsa, bilim saviyasini
yaxshiroq baholash imkoniyati mavjud bo'ladi bu holatda. Xullas, bizada 3 ta variant bor. 3 ta variant xohlaganimizni tanlaymiz. Birinchida mana tanlasak, savollar bu yoqqa qo'shiladi tanlangandan keyin va bunga mana shu deylik 4 ta savol tanlasak, umumiy 100 ball beradigan bo'lsak, birinchisiga 25 ball. Bularni hammasini o'zimiz yozib qo'yishimiz mumkin. Mana bir ikkinchisiga deylik, bu osonroq savol 10 ball qo'yish mumkin. Uchinchisiga bu qiyinroq savol 50 ball qo'yish mumkin. Va to'rtinchisiga agar umumiy 100 ball qilmoqchi bo'lsak, 50, 35 bunga 15 ball qoladi shunda. Umumiy 100 ball bo'ladi. 100 balldan necha ball olganini ko'rish mumkin bo'ladi oxirida. Xo'p. Bu variantlarda bo'lsa, savollar soni nechta savol? 4 ta savol, har bir jami ball 100 ball desak, har bitta savolga o'zi bo'lib chiqadi. Mana jami ball 100 ball bo'ladigan bo'lsa, har bitta savolga 100 ni 4 ga bo'ladi, 25 dan beradi. Tasodifiy savollarda ham xuddi shunaqa 10 deylik, masalan 4 savolni tanlab olib buni ichidan deymiz va umumiy 100 ball bo'lsin deymiz. Bunda ham har bitta savolga 25 balldan beradi, tengga bo'lib beradi. Lekin tanlangan savollar bo'lsa, har xil bo'lsa, bunaqa bo'lsa. Uni har bitta savolni ballini o'zingiz belgilashingiz mumkin. Xullas, misol tariqasida mana shu holatni men qoldirib, mana shuni tekshirib ko'ramiz. Buni yuborishni bossam, bu savollar qo'shildi. Mana qo'shilgan savollarni men bu yerda ko'rsatib turadi. Endi orqaga o'tsak, mana imtihonimizga savol qo'shildi, statusi o'zgardi. Savol qo'shilmagan edi, endi qo'shildi. Jarayonda bo'lib turibdi. Endi mana shu imtihon boshlandi. Buni уже yetishni boshlashlari mumkin talabalar. Buning uchun mana biz kirib tekshirib ko'rishimiz mumkin student bo'lib. Nima keldi? Оповещение keldi. Siz Chirchiq davlat pedagogika universiteti onlayn imtihon rejalashtirdingiz degan. Endi buni talaba bitta bossa, mana imtihon bo'limiga keladi. Imtihon bo'limida mana shu biza yaratgan oraliq nazorat imtihon, onlayn imtihon mana turibdi bu yerda. Buni boshlanishi mumkin, ya'ni bitta bosamiz va imtihon qoidalariga roziman deymiz va bizadagi mana bu kalitni kiritamiz. Kalitni kiritmasak, masalan, imtihon kaliti yaroqsiz deydi. Xato kiritsak, yana yaroqsiz deydi. Buning uchun boshlay olish uchun kalitni to'g'ri kiritishimiz kerak. O'shanda boshlanadi. Mana endi boshlaymiz. Hozir screen recorder ishlamaydi. Xavfsizlik uchun, ya'ni sizning savollaringiz faqat imtihonda ko'ra olishi uchun bu yerda hozir screen recorderni funksiyasi o'chirilgan, ya'ni videoga tushmaydi bu yog'i, test jarayoni. Shu imtihon bo'yicha natijalar keltirilgan. Mana imtihonni umumiy natijasi, ma'lumotlar va jami to'g'ri javoblar, jami noto'g'ri javoblar. Umumiy ball, olingan ball 40 ball. Qanday oldik buni? Bizda 15 ballik savollar bor edi, 25 ballik savollar bor edi, 10 ballik va 50 ballik. O'shalardan qaysi birlari to'g'ri javob berildi, qaysi birlari noto'g'ri javob berildi, qaysi ballik savollarga. Bu yerda mana shu joyda ko'rsatadi. Buni talaba ko'rib o'zi bilib olishi mumkin, mana ballini shu yerda. Olingan ball 40 ball. Endi adminga o'tsak, mana sahifani bitta yangilaymiz va ishtirokchilar, ikkita ishtirokchidan bittasi topshirdi degan. Endi buni natijalarini ko'rish uchun bu yoqqa kiramiz va mana shu talaba 40 ball oldi 100 dan. Bu yerda ko'rsatib turadi. Sizning barcha anaqalaringiz, talabalaringiz mana shu joyda topshirganlari chiqadi.
Xullas, onlayn imtihonlarni o'tkazish bo'yicha mana shu. Endi shu onlayn imtihonlar rejalashtirilgan bo'lishi mumkin. Bu sizga rahbariyat tomonidan beriladi va rejalashtirilgan imtihonlarni bu yoqda mana mustaqil ta'lim dasturi yoki masofaviy ta'lim dasturida chiqib turadi. Mana onlayn imtihon rejasi joyiga kelganda bu yoqda tablitsa bo'lib, siz o'tkazishingiz kerak bo'lgan imtihon turadi va siz uni bu yoqda imtihonni yaratib, mana shunga qo'shsangiz, bu joy natijasi to'g'ridan to'g'ri hisobotlar bo'limida chiqadi. Hisobotlardan rahbariyatni o'zi tanishib olishi mumkin. Yoki siz mana bu joydan hisobotlarni skachat qilib olib, Kemizgami, boshqa joygami yuklasangiz bo'ladi. Mana shu onlayn imtihonlar bo'yicha shular edi. Qolgan bo'limlarni keyingi videolarda ko'rib chiqamiz.